Prezidentimizni videoselektor yig'ilishi O'zbekistondagi eng muhim, eng quyi tuzilma haqida, ya'ni mahalla haqida bo'lib o'tdi. Mazkur mahallani bugungi kundagi O'zbekistonni, milliy qadriyatlari, uni kelib chiqishi, yashash turmush tarzi va bugungi kundagi O'zbekistonning ichidagi eng quyi tuzilma sifatida qanchalik ahamiyatli ekanligini va mana shu institutni mustahkamlab rivojlantirish qanchalik muhim ekanligi haqida gap bordi va albatta bunda bugungi kunda bizning eng katta yutuqlarimizdan biri mana shu mahalla yettiligini tashkil topganligi. Eng muhimi, mahalla institutining huquqiy asoslari yana ham mustahkamlandi va mahalla yettiligiga, mahalla tizimiga bugun nafaqat O'zbekistonda, balkim butun dunyoda, xalqaro hamjamiyatda yuqori darajada e'tirof etilayotganligini ko'ryapmiz. Mana Birlashgan Millatlar Tashkilotining yig'ilishida ham aynan mahalla bo'yicha, mahalla tizimi, mahalla yettiligi bo'yicha alohida sessiya tashkil qilinib, butun dunyoga targ'ib qilinganligini guvohi bo'ldik va shu bilan birgalikda mana kuni kecha biz Belarusiyada, Minsk shahrida yoshlar parlamentlararo assambleyasida bo'lganimizda alohida O'zbekistondagi mahalla yettiligi, bu ayollar daftari, yoshlar daftari masalasi alohida e'tirof qilindi va aytildiki, o'sha Belarusiyani yoshlar ittifoqining raisi ham aytdiki, yoshlar daftari bu unikal tizim, biron bir davlatda uchramaydigan. Biz hozir bugungi kunda Belarus davlatida ham aynan yoshlar daftarini joriy etish bo'yicha o'zimizni takliflarimizni ishlab chiqaryapmiz deyishdi. Va shu bilan birgalikda bugungi kunda mahalla tizimida erishayotgan yutuqlar, ya'ni manzilli to'g'ri ishlanganligi sababli bugun mana qancha o'sha insonlarni kambag'allikdan chiqarilganligi, aniq pullarni yo'naltirilganligi sababli ularga kasb-hunarga o'qitilayotganligi haqida gapiryapmiz va eng muhimi bugungi kunda prezidentimiz muhim masalaga to'xtalib o'tdilar, ya'ni bu oila mustahkamligi masalasi. Ya'ni o'sha bugungi kundagi O'zbekistonda bo'layotgan ajrimlarning soni masalasi, bugungi kunda yosh avlodni tarbiyasi masalasida ularni har bittasiga mahalla yettiligi, nuroniylar, mahalla raisi hammasi mas'ul ekanligini va oila qurayotganda majburiyatlari haqida o'rgatishimiz kerak degan masalani aytdilar. Prezidentimiz tomonidan juda ham muhim tashabbus ilgari surildi, ya'ni bu turmush qurayotganda shartnoma, nikoh shartnomasini afzalliklarini tushuntirishimiz kerak degan masalaga to'xtalib o'tdilar va albatta bu deputatlarni oldiga yangicha vazifa qo'yadi, ya'ni bu nikoh shartnomasini biz qanday qilib aholi o'rtasida targ'ib qilishimiz mumkin, balkim qonunlarni bunga moslashtirishimiz kerakdir, huquqiy asoslarni mustahkamlashimiz kerakdir, balkim qaysidir o'rinda qaysidir davlatlarning tajribasida bugungi kunda bor, nikoh shartnomasining majburiy ekanligida kiritilganlari bor va shu nuqtai nazardan bugun deputatlarning oldida katta vazifa turibdi, uni huquqiy asoslarini mustahkamlash bo'yicha.